Assalomu alaykum, bepul darsligimga xush kelibsiz. Men Gulnoza G'afurova, 3 farzandning onasi, oliy toifali neyropsixolog. Bugun sizlar bilan bolalar haqida gaplashamiz. Ya'ni bolalar travmasi, ularning oqibatdan kelib chiqqan kasallik, NRS, NKPRS, nevroz, agressiya barchasini qisqa qilib sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring va siz bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Kelinglar, birinchi travmalar haqida gaplashamiz. Ya'ni bolalar travmasi bu nima? Bu bor narsami, yo'qmi? Tadqiqotlarga ko'ra, nevropatologlar, bolalar mutaxassisi barchasi detskiy travmalar bor. Haqiqatan ular nima bo'ladi? Inson tomonidan, ya'ni ota-onasi, jamiyat tomonidan yetkaziladi va shuni oqibatida bolalar har xil kasalliklarga chalinib qolishini tasdiqlashgan. Ya'ni psixologiya bilan bolalar kasallanadi. Ya'ni boshqalar bosimi oqibatida bolalar kasal bo'lib qolishi mumkin degani. Nega bolalar kasal bo'lib qoladi? Buni ko'rib chiqamiz. Bola ruhiyati juda nozik, u himoyasiz, u hali o'rganmagan, u bilmaydi. Ya'niki borma, tegma deb qattiq gapirib yuborganingizda bola butunlay o'zini chegaralab qo'yishi mumkin. Arzimagan singan idish uchun yoki arzimagan yoyilgan uy uchun farzandingizni qattiq jazolaysiz va u bir umrlik o'ziga ishonmaydigan, o'zini jamiyatda o'z o'rnini topa olmaydigan, yetuk shaxs bo'lib, yetishib chiqa olmaydiganlarni tarbiyalab qo'yamiz. Elementar uy yumushlari, elementar jamiyatdagi qanaqadir jamoat oldida urushgan farzandingizni bergan gapingiz bolani butun umrlik hayotida qo'yadigan qadamlarni hal qilib qo'yadi. Ya'niki siz o'z farzandingizni o'zingiz chegaralaysiz va 30 yoshga chiqqanida nimaga u uddalay olmaydi? Nimaga u hech kim? Nega u jamiyatda o'z o'rniga ega emas? Bitta gapini eplab gapira olmaydi, hech kim bo'la olmaydi, bir joyga borsa ishlab keta olmaydi, o'z o'rnini topa olmaydi, oilada, jamiyatda o'z o'rni yo'q, hech kim bo'lmagan hayotga qiziqishi, mana hozirgi kunda modni bo'lgan, hech nimaga qiziqmaydi erim deyshadi, hech nimaga xolaminglar yo tanlash oylikni olsalar bo'ldi deydi. Nimaga unaqa bo'ladi? Bolaligida bir nima qilaman desa qars kalta yegan, qars etib urishgan. O'zingiz ham bolaligingizga qarab ko'ring, necha marta urushilgansiz, necha marta arzimagan narsa uchun gap eshitgansiz, tayoq yegansiz. Hozirgi kundagi oilaviy sharoitda o'z ayollik, o'z onalik pozitsiyangiz, o'rningizga qarab ko'ring. Nimani oqibatida siz bunaqa yashayapsiz? Bolalik travmasi bilan xo'sh nima qilish kerak? Ko'rdingiz, bildingiz, что sizda ham bor bolalik travmasi. Xuddi shunaqa siz bolangizni tarbiyalayapsiz. Ya'ni siz aytasiz, "Men bolamni urmayman" deysiz, lekin bitta nikoh qarashingizda yoki qattiqroq baqirganingizda bola o'zingizdan-da ko'proq qo'rqib ketadi. Bu ham bir travma. Bolalik travmasi bilan ishlamasak yoki bolalik travmalarini hal qilmasak, o'zimizda ham, farzandimizda ham bu narsani ko'rib chiqmasak nima bo'ladi? Oqibatda kim bo'ladi? Kim bo'ladi? Xuddi o'zingiz kabi 20 yildan keyin xuddi o'z darajasida gapini eplab gapira olmaydigan, jamiyatda o'z o'rnini topa olmaydigan, o'zi hayotda nima xohlashini bilmaydigan, qanaqadir pullarga, sovg'alarga o'zini noloyiq ko'rgan inson shakllanadi. Shaxs jamiyatda o'zini bilmaydi kimligini, ota-onasi tomonidan ishonch berilmagan, o'ziga ishonmaydi, borib bir ishni uddalay olmaydi, bir soha mutaxassis yetuk vakili bo'lib chiqa olmaydi. Bolalik travmalar bilan обязательно ishlash kerak, ularni ko'rib chiqish kerak. Eng og'irligi hop travma oldik, hop qanaqadir etaplarimizdan o'zimizga yashab o'tdik, lekin davomi bilasizmi nima bo'ladi? Bolalar undan keyin kasal bo'lishni boshlaydi. Ya'ni kim agressiya bo'ladi, nevroz bo'ladi, tik bo'ladi, NRS, NKPRS juda ham ko'payib ketgan. Eng dahshatlilar bor, anonizm bo'ladi. Ularni davomiyligi, chek-chegarasi hozirgi kunda shunaqa kengayib ketganki, zamon tezlashtirilgan zamonda undoq qaraydigan bo'lsak, juda tez yashab o'tishyapti. Hozirgi kunda katta insonlarda ham shunaqa jarayonlar bor, kelishadi, 30 ga 40 ga chiqqan ayolni qaltiroq bosadi, oyoq qo'lim mizlaydi, jamiyatga kirishdan qo'rqaman deydi. O'zi tegini yaxshilab ko'ylab surishtiradigan bo'lsak, bolalikda tirnog'ini tishlagan, qattiq gapirsa sep qo'ygan, kechqurun qo'rqqandan to'shagini qo'llab qo'ygan, ertalab ota-onasidan bekitib uni yashirib qo'ygan. Shunaqa holatlarni yashab o'tishgan. Bu xuddiki o'sha momentda yashab o'tding, 18 yosh bo'lding, 20 yosh bo'ldi, o'tib ketadi, lekin psixikada o'zini achagini qoldiradi. Bitta xo'jayinning oldiga borib, bir loyihani namoyish qilayotganda oyoq qo'ligacha qaltiraydi. 50 ga chiqqan ayol. Vaholanki diplomi bor, oliy ma'lumotli, o'ziga ishonsa bo'ladigan opiti bor, lekin uni namoyish qilib bera olmaydi. Bu ham bir blok.
ya'ni kim bolaligida anorez bo'lgan, hamma bilib qolishdan qo'rqqan, enkoprez bo'lgan yoki nevroz bo'lgan, tik bo'lgan yoki tirnoqlarini tishlagan. Bu momentni prosta yashab o'tgan. 19 yoshigacha, 18 yoshgacha yashab o'tib ketsa bo'ladi deyshadi. Lekin baribir katta bo'lganida uni o'z miyasida provokatsion судорожный nuqtasi bo'ladi. Qanaqadir hayotda yangi etaplar kelganida u shu jarayonda baribir yashab o'ta olmaydi. Baribir qo'rquv ko'tarilib ketadi. Вроде erni puli bor, so'rasa bo'ladi, erni pul so'ra olmaydi. Вроде puli bor, borib o'ziga yangi mashina ola olmaydi. Bunday olib qarasangiz, hozirgi kunda yashayotganda o'zingiz qo'rqamisiz? Bolalar qo'rqishi bilan kelishadi. O'zingiz nimadandir bolaligingizda qo'rqamisiz? Ha, biz adamdan qattiq qo'rqardik deydi. Hozirgi hayot turmushingizda qanaqa turmush o'rtog'imdan juda ham qattiq qo'rqaman. Bundoq qaraganda vro'di yomon kishi emaslar. Nimaga so'rasam ruxsat beradilar, lekin men qo'rqaman deydi. Bu судорожный qo'rquv nuqtasi shu miyada, psixikada bolalikdan qolib ketgan bo'ladi. Endi sizlar bilan SDVG, ya'ni giperaktivlik, harakati ko'p bolalar haqida gaplashamiz. O'zi bu kasallik emas. Bu bolani energiya manbai qanaqa kuchliligi. SDVG bolalarga ota-ona bosim beradi. Ularni jim o'tir, qimillama, yotmaysan, turmaysan, noto'g'ri qilyapsan, esingdan chiqib qoldi degan ayblovlarni qo'yishgandan keyin u bolada agressiya oshib ketadi. Ya'ni o'z hissiyotini bostirish. Agressiya oshgandan keyin agressiv bola nima qiladi? Boshqalarni urishni boshlaydi. Boshqalarga ziyon yetkazishni boshlaydi. O'choqlarga, predmetlarga, jamiyatga, insonlarga undan ham unga yana bosim berishadi. Uni yana urib, tepib tarbiyalab ko'rishmoqchi bo'lsa, bo'ldi bolada o'sha yog'iga nevroz boshlanadi. Nevroz nima? Kipriklari, ko'zlarini kerak emas holatda, o'zi xohlamagan holda qisishi, yelkalar chiqib tushishi ko'pchilik ahamiyat bermaydi bolalar yoki gapirayotganda zaykang, ya'ni dug'lanib gapirish boshlanadi. O'zi xohlamagan holatda tanada har xil nerv to'qimalar tortishi, jarayonlar, refleksiya ishlab ketadi. Bu уже aniq psixologik bolaga berilgan bosim va agressiyadan keyin kelib chiqqan именно kasallik. Bu kasallikka o'tadi. Ya'ni bolangiz inklyuziya bolasiga aylanadi. 99.9% sog'lom, 0.1% sog'lom emas, psixikasida buzilish bor. Endi qaranglar. Anorez, enkoprez, tik, nevroz bu kasalliklarning hammasi chegarasi yo'q. Hammasi ildizi, negizi bu o'zi oila, ota-ona bilan bo'lgan munosabat, bolaga berilayotgan tarbiya va bolaga berilayotgan e'tibordan kelib chiqadi. Bunaqa mavzular haqida 10 minut, 20 minutli videolarda siz to'liq ma'lumot ola olmaysiz. Men imенно sizlar uchun nevroz, agressiya, tik, enkoprez, anorez bor bolalar bilan uy sharoitida qanaqa shug'ullanishi mumkin bo'lgan amaliy mashg'ulotlar bilan berilgan darslik tayyorlab qo'yganman. Bu darslikda siz uy sharoitida anorez, enkoprez, tik, nevroz nimaligini ajratib olasiz, farqlab olasiz, nimani oqibatda kelib chiqayotganini o'rganib chiqasiz va uyda o'z bolangiz bilan amaliy mashg'ulotlar yordamida unga yordam berasiz. Viloyatlardan ko'p bolachalar kelishadi, bizdan konsultatsiya olishadi, diagnostika olishadi. Lekin men ularga aytaman, bu narsa davomiy bo'lishi kerak. Uyda ham mashg'ulotni bajaring, uyda ham mashg'ulotni bajaring. Lekin bor onalar bajarishadi, bajarisha olmaydi. Chunki ularning qo'lida informatsiyasi yo'q. Ammo sizga beradigan kursimda hammasi to'laqonli tarzda yoritilgan, uy sharoitida bola bilan qanaqa ishlashi, ular bilan amaliy qanaqa mashg'ulotlar o'tkazishingizni, qanaqa massajlar qilish kerakligi, nevrotik, agressiv bo'layotgan bolalarni qanaqa qilib xotirjam qilish mumkinligi va anorez, enkoprez bor bolachalarga qanaqa to'g'ri munosabat bildirish kerakligi haqida to'laqonli sizlarga kurs dasturini yozib qo'yganman. Hoziroq nomeringizni, ism familiyangizni so'rovnomada qoldiring va sizlar bilan menejerlarimiz bog'lanishadi va kurs haqida batafsil ma'lumot berishadi.